Bomba buqa keladigan semental buqalarda, anguslarda dahshatlari voy dod. O'rtacha живой vesi 500 kilogramm bo'lgan semental Greenford limuzin buqalar. O'ta dahshatlari bugungi video. Bu Rossiyadan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga dastavkalari, xudo xolasa dokumentlari tayyor, srochniy sotiladi. Srochniy продажа. Hammaga maksimal tarqatib, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqangi videolar ko'rish uchun obuna bo'lib qo'yishingiz shart va zarur. Rossiyadan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga. Davay, go videoni ko'ramiz. Yorib o'radigan buqalar, dahshatlari Angus, semental orasida bir ikki limuzinlari ham bor. Общий 60 bosh наличида. 450 kilogramdan 550 kilogram, 600 kilogramgacha desak ham bo'laveradi. Kichkinalarni tanlab olish oson bo'ladi. Bulardan O'zbekistonga bir skatovozda 50-55 dona ketadi. Tayyor buqalar, o'ta chiroyli narxlarda. O'zbekistonda 500 kilogramli buqalar qanaqa summada? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana limuzinga chiqishganlar. Voy dod! Aylanib ketay, dahshatlari. Bunaqalari hali beri chiqmagan, hech qaysi kanalda daj kerak. Mana limuzinga chiqishgan mana. Bombalari mana. Greenfordlari, sementallari. Kelishiga qaranglar buni. Bahaybat King Konglar. 290 rubldan joyidagi narxi. 45 ming rubl rasxoti, 27 million atrofiga O'zbekistonga kirib boradigan buqalar. Narxlari bombami? Narxlari shokoladmi? Yozib qoldiringlar inshaalloh xudo xolasa. Shunaqangi buqalarni ko'rish kerak bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga. Angusni qaranglar. Voy dod, aylanib ketdik. Qancha chiqadi живой вес angusni? Ana buqa tayyor borib kilogramga sotaman deganlarga chiroyli variant mana. Где-то 56 minglardan aylansa kerak. 56 ming yo 57 ming aylanadi. O'ta chiroyli buqalar, dahshatlari. 200 kilogramli olib ketib foyda ko'rmadim deganlarga mana sizlarga 500-550 kilogramli buqalarni foydaga, dahshat foydaga